davlat uslaridan iborat edi. Bular masalan 1937-yillarda qaysi ekspeditsiyalar? Xorazm arxeologiya etnografik ekspeditsiyasi. Xorazm arxeologiya etnografik ekspeditsiyasi Tolstoy, Sergey Pavlovich Tolstoy rahbarligida. Valelikchi o'tgan darslarimizni Mikhail Yevgeniyevich Masson boshchiligida hamda bizni Farg'ona vodiysida Latinin boshchiligida qator ekspeditsiyalar uyushtirildi. Ammo bu ekspeditsiyalarning natijalari faqat o'sha ilmiy soha vakillari uchungina bo'lib qoldi. Shuning uchun ham shu narsani o'z paytida his qilgan akademik Yahyo G'ulomov o'zlari o'zimizni milliy kadrlarni yaratish kerakdi. Ularning ustozlari mana eslanglar, bizda Fanlar akademiyasi, O'zbekiston Fanlar akademiyasi qachon tashkil topgan edi? 1970-yil 9-avgust. Yo'q, men Fanlar akademiyasi deyapman, institut emas, adashmayman. Urush yillari 1943-yilda tashkil topdi. Hamda mana shu Fanlar akademiyasini tashkil topishi uni qoshida arxeologiya hamda tarix bo'limi nima qildi? Ochildi. Va so'ngra O'rta Osiyoda yagona bo'lgan hozirgi Milliy universitetimiz qoshida arxeologiya kafedrasi ochilib, bu kafedrani mudiri, boshqaruvchisi Mikhail Yevgeniyevich Masson bo'ldi. Boshiga qaytaring. Xo'p, o'tkazamiz. Mikhail Yevgeniyevich Masson ham o'zini alohida maktabi tashkil topdi o'sha paytda. Demak, Yahyo G'ulomov Vyatkindan, Massondan, Yakubovskiylardan ma'ruzalar eshitib turib, Toshkent davlat Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutida o'zlari endi arxeologiya fanidan dars bera boshlashdi-da. Bu yerda xuddi sizlarga o'xshab iqtidorli talabalarni ajratib olishdi. Ya'ni ilk qaldirg'ochlar bular Ahmad Ali Asqarov, O'tkir Islomov, Qurg'on Mirsoatov, Rustam Sulaymonov, Kabirov, Abdulahad Muhammadjonov, Ishoqov va keyingi bosqichda esa bizning ustozimiz Isomiddinov, Anarbayev, Matboboyev, bularning soni juda ko'payib ketdi. Ularda domla o'zlari Sankt-Peterburgga, u paytda Leningrad deyilardi, aspiranturaga o'qishga olib kirishdi. Hozirgi bizning nimamizda bu nima? Hozirgi doktoranturamizga to'g'ri keladi. Hamda ular borib, u yerda o'qib, har bitta qadimgi davrdan boshlab o'rta asrlargacha bo'lgan davr bo'yicha mutaxassis bo'lib yetishib chiqishdi. Shunday eslashadiki, bu og'zaki tarix ma'lumotlarida ustozimiz shunaqangi ham mehribon edilarki, bizga o'zlari oborib, mana Asqarovni shaxsan yetuk arxeologlar, dunyo tan olgan arxeologlar Gryaznoy, Boriskovskiyni qo'liga yoki bo'lmasam Mirsoatovni, Sergey Arstaxovich Semyonovni o'sha qadimgi tosh davri bo'yicha toshlarda ishlanish texnikasini bilimdoni, O'tkir Islomovni akladnikga mana shu bo'lib, mana sizlarga shoir, bizga agar kerak bo'lsa 3 yil o'qish bo'lsa, biz yana buni muddatini qo'shib beramiz degan gaplar bilan ularning ko'nglini ko'tarib, buni hosili natijasida ular domlani ishonchlariga kirishdi, qozonishdi hamda yetuk mutaxassislar bo'lib qaytishdi O'zbekistonga. Va mana shu bu narsa 1970-yil oktyabr oyida, demak Samarqandda, O'rta Osiyoda yagona, demak bizda hozir Markaziy Osiyoda yagona desak ham bo'ladi.
SSR o'sha paytda bilasizlar biz sobiq SSRga kiradi. Qaradi. Bu hududda esa 3-o'rinda Samarqandda arxeologiya ilmiy tadqiqot instituti ochildi. Bu institutda dastlab bu ham tortishuv bo'ldi. Ya'ni arxeologiyani Toshkentda Yahyo G'ulomov fikrlari biz Toshkentda ochaylik. Chunki poytaxt markaz joy deyilganda, lekin o'sha paytda kompartiya, ya'ni mana hokimliklar hozirgi tilimizda yo'q, Samarqand ko'hna shahar, qadimiy shahar, ochiq osmon ostidagi muzey. Shuning uchun shu yerda ochsak, tadqiqotlar ham bir yo'la olib boriladi. Kelgan xorijlik turistlar ham mana shu tadqiqot institutiga kelib tanishib, shetdan o'sha kadrlar o'zlari tanishadi degan maqsadni qo'yib, demak 1970-yilda ana shu arxeologiya instituti ochildi va uni birinchi direktori etib Ahmadali Asqarov tayinlandi. Mavzular yozib olindi. Rejalarini ham ko'rib chiqdingizlar. Menga qarab o'tirmay yozib olinglar shuni. Demak, birinchi Samarqand arxeologiya institutining direktori kim bo'lgan ekan? Ahmadali Asqarov. Va davrlar bo'yicha ammo Yahyo G'ulomov o'zlari bunga bosh bo'ldilar. Va keyinchalik bu institutda shunday bo'limlar ochildiki, qadimgi tosh davri yoki bo'lmasa antik davr, ilk o'rta asrlar bo'limlarga bo'linib, Samarqand arxeologiya institutining birinchi etajida hatto restavratsiya bo'limi ochildi. Restavratsiya nima edi? Ta'mirlash, tiklash. Demak, kimyo texnologiya bo'yicha o'sha topilgan buyumlarni qayta o'z holiga keltirish. Tiklaylar, joylar, demak shunaqa laboratoriya ochildi. Bu laboratoriyani birinchi shu bo'lim boshlig'i Abdurazzoqov Abdug'aniga bo'lim boshlig'i bo'lishdi. Abdurazzoqov Abdug'ani hamda bu o'zlariga o'sha soha vakillarini yig'ishi, keyinchalik mana Sharif Ilhomov, Marina Ruyedova, Sevara Xadova, bular eng birinchi o'sha restavratsiya bo'limini, ta'mirlash bo'limini kichik, katta ilmiy xodimlari bo'lib, topilmalar olib kelinardi, o'sha laboratoriyada qayta ta'mirlanadi. Bizda ham shunaqa laboratoriya bormi hozir? Mana kafedramiz qoshida ochildimi? Kimlar shu laboratoriyada ish olib boryapsizlar? Qayta ta'mirlash laboratoriyasi qayerda hozir? Birinchi qavatda. Bu yaqinda ochildi, yangi. Siz o'sha yerda ish olib boryapsizmi? Qatnashdingizmi? Ta'mirlash bo'yicha. Qatnashdim. Ikkita sopa qum bilan, ikkita sopa qum bilan, bitta ko'zachani restavratsiya qilishga qatnashdim. O'shani restavratsiya qildik. Bu bo'g'ada shu kiraylash jarayonlarini tozalash va turli xil kimyoviy moddalar bilan ishlash jarayonlarini. Katta rahmat. Demak, sizlarda umumiy tushuncha bor. Chunki amaliyotlarga chiqyapmiz, yo'nalishimiz yangi. Mana shu o'tiring, rahmat. Restavratsiya bo'limi dastlab o'sha arxeologiya institutida ochilgan ekan. Endi bu institutning faoliyatida har yili bahorda, to'g'rirog'ini aytsam, mart oyida hisobot sessiyalari boshlanadi. Ya'ni mana arxeologlar o'sha davrlar bo'yicha borib, ekspeditsiyalar uyushtirilganda, kelishgandan keyin har yil o'sha hisobot yig'ilishida o'zlari nima ish qilishdi? Vohalar bo'ylab Farg'ona, Zarafshon hududlari, O'zbekistonda janubiy hududlari, shimoliy hududlarida nima ishlar qilishganini o'rtada tahlil qilishadi. Da o'shani bayonini mana slaydlar orqali ko'rsatib berishadi.
ko'rsatib berishgandan keyin bu ishlarda qabul qilish qilmaslik o'sha ekspert komissiyasiga bog'liq bo'ladi. Ana shu jarayonlarda endi mana men bu mavzuyimizda ibtidoni shu tosh davri madaniyatlarini o'rganilishidan boshladim. Rejamizning ikkinchi qismida shunga bag'ishlangan, chunki biz bilamizki, bizda O'zbekistonda tosh davri tarixini o'rganilishi nechinchi yildan boshlangan edi? Kim asos solgan? 1980-yil. To'ppa-to'g'ri. Akladnikov to'liq yili to'g'ri. Surxondaryodagi Boshqo'rg'onda ishlash boridan 8-9 yoshlik neandertal tipiga mansub bola jasadini topish orqali To'ppa-to'g'ri. Rahmat sizga. To'ldirmoqchimisiz? Marhamat. Shu bola qoldiqlarini aynan neandertal tipiga tegishliligini isbotlash shu Gerasimovga jo'nab ustidan o'rganishni topshiradi. Gerasimov neandertal tipiga oidligini aniqlab beradi. Demak, antropolog Gerasimov kelib shu bolani neandertal tipiga mosligi hamda yoshini aniqlab beradi. Buni biz oldingi nimalarda aytgandik. Ana o'shanchun ham bizni O'rta Osiyoda, jumladan O'zbekistonda ana shu 1938-yildan boshlab tosh davri o'rganilishi boshlandi. Boshlanib bu 38-yil bo'lsa, mana milliy kadrlarimiz yetishib chiqishgani sababli qator yodgorliklar 1970-yildan keyin o'sha 20 yillik faoliyat ichida bu 60-yildan ham boshlangan. Lekin natijasi mana shu 1970-yildan keyin bo'ldi. Bular birinchisi Selengur, yana davom etamiz. Obirahmat g'ori, Ko'lbuloq, yana Samarqandda Siyoqcha, Samarqand makoni, va hokazo juda ham ko'plab tosh davri madaniyatlari o'rganila boshladi. Hamda endi biz birinchi qadimiysidan boshlaymiz hamma narsani. Selengur g'orini o'rganilishi mana shu 1960-yillardan o'zi Yahyo G'ulomov o'zlari boshchiliklarida bunga Muhammadjonov qo'shilishgan hamda O'tkir Islomov shu ekspeditsiya tarkibida a'zo bo'lib qatnashib turib, bu yerda tosh davrini o'rganish boshlandi. Ya'ni paleolit davri otryadi guruhi tashkillandi. Lekin darslar mana o'sha Akladnikov bu yerda ham shurf solishgan. 1955-56-yillarda shurf solish nima edi? Shurf so'zi. Shurf solish o'sha arxeologik tizimga o'xshash usul hisoblanadi. O'sha ma'lum bir hajmda o'sha yerni qatlamini ko'rib tushishga metrda shu nemischa so'zdan olingan bo'lib, qazimoq degan ma'noni bildiradi. Vertikal ko'rinish. Demak, birinchi shur Akladnikov tomonidan, Islomovning ustozi tomonidan solindi. Keyin bu ish statsionar ravishda, haligi keng miqyosda o'rganildi. Ammo dastlab tosh davri bo'yicha Islomovning birinchi yutuqlari domla boshlab berishgan. G'ulomov bilan birga mezolit davrini topishdi. Ya'ni mikrolitlar. Mezolit davrini asosiy xususiyati nima edi? Asosiy xususiyat mikrolit. Mayda tosh qurollar. Demak, paleolitda bu katta hajmda bo'lgan. Eslanglar, bu narsa hammasi sizga oldingi mavzularda aytilgan. Demak, katta hajmdagi tosh qurollar, tosh boltalar, cho'ppinglar, bir tomonlama, ikki tomonlama yo'nib ishlanish texnikasi sekin asta mezolit davriga kelganda mikrolit tarzda ko'rinishda bo'ldi. Ya'ni
ular maydalashdi va o'sha davrda ixtirosini endi buyuk ixtirosi mezolit davrini o'q yoyni kashf etilishi. Demak, o'q yoyni kashf etilishi o'sha o'q uchlaridagi eng mayda tosh qurollarini o'rnatilishi. Men hozir 3-4 shaxtalaridan topilgan endi menga meros bo'lib qolgan shu nima? Mana o'sha mezolit davrini o'qlari chaqmoq toshdan yasalgan o'qlar. Mana bular endi o'sha paytdagi o'sha nima deydi, tayoqlarga ham o'rnatilgan-ku, nayzalarga. Mana shular haqiqiysi, lekin bu Obishir madaniyatiniki emas. Buni keyinchalik hozir 3-4 shaxtalarini ham gapiramiz, ko'rib o'tamiz. Xuddi shu turda bo'lgan. Dastlab demak mezolit davri yodgorliklari topildi. Bu Obishir 1, Obishir 5 madaniyati bo'lib fanga kirdi. Fanga kirgandan keyin endi ustoz shunday oqtarish qiziqib ketishyapti-da, mezolit davri bo'lgandan keyin demak qadimgi davr ham bo'lishi kerak. O'z-o'zidan o'rta paleolitga kelib, o'rta tosh davrida odamlar shunday kelib qolmaydi-ku degan fikr tug'ilyapti-da, ammo markaziy Farg'ona neolit davriga oid o'sha yerdan hali Zambar, Damko'l, Taypoqko'l, Achko'l, ko'llar atrofida neolit davriga oid yodgorliklar topildi. Manzilgohlar topildi. Manzilgohlarda topilishi endi qarangki, bora-bora qadimiylashyapti-da. 1980-yillar 10 yillikda o'rta tosh davri, yangi tosh davri Farg'ona vohasidan topilgan bo'lsa, 80-88-yillarda Selimgur g'orida O'tkir Islomov o'zini tadqiqot ishlarini olib borib, endi domlani hozir men ana slaydda talabam bilan topolmadik. Mana rasmlari bu jonli tarzda ko'rishimiz mumkin. Domlani 2012-yilda 80 yillik yubileylarida tabriklash marosimida xalqaro miqyosda konferensiya bo'lgan. Qadimgi tosh davri bo'yicha. Shunda tushgan rasmimiz, domlani suratlari hamda biz mana shu endi o'zim tosh davri bo'yicha mutaxassis bo'lganim uchun O'zbekiston ibtidoiy arxeologiyasini o'rganishda akademik Yahyo G'ulomovning roli degan ilmiy ommabop risola chiqarganmiz. Bunda qarangki, mana o'sha davrdagi arxeologlarimizni fotosuratlari. Bu kitobni o'qishni sizlarga tavsiya qilaman. O'zi judagina kichik hajmda, ammo g'ij-g'ij ilm fanga to'la. Mana Islomov, Asqarov, ularning yoshliklari Rahim. Qanaqa chiroyli kelishgan yigitlar bo'lishgan, lekin endi ekspeditsiyada mana bu yerda ana shu Obishir madaniyatini o'rganishda ham Nasriddinov, Mirvohid aka Qosimov hamda Islomov va bu yerda endi bu ko'l buloqda keyingi nimada aytamiz, Selimgur g'orining ko'rinishi hamda Mirsotov ustoz, ya'ni otamam mana shu Obishir madaniyatida qatnashgan, oq kepkada mana kavlab turishdi. Ular juda ham do'st bo'lishgan, bir davrda nimalari birga o'qishgan hamda mana shu kitobda Islomov ustozim bilan birgalikda biz 2009-yilda chiqarganmiz. Xudo xolasa o'qigilaringiz kelsa berib turaman. Ana shunday qilib qarangki, Selimgur g'oridan ilk paleolit davriga oid odam suyak qoldig'i topildi. Xaritonov, Zubov, bular antropologlar taklif qilindi. Kelib ko'rishsaki, haqiqatda qadimgi tosh davri. Bizi Farg'ona vohasi to'ldirilyapti. O'sha paytda 1938-yilda Teshiktosh g'oridan
o'rta paleolitga oid odam suyagi qoldig'i topilgan bo'lsa, endi Farg'ona vodiysida Haydarkondan So'xlilar bormi ichimizda? Yo'q, So'x demak Shohmardonga qo'shni hudud. Shu yerda Selingur g'oridan odam suyagi qoldig'i topildi. Tosh boltalar, tosh cho'qimorlari topildi. Bular hammasi o'sha qadimiylik va Islomov o'zini bu nemislar taklif qilindi 1988-yil kechagi esimda butun agar bir topilma topilsa arxeologiyada oldin ham aytganman, qolgan mutaxassislar ham davr bo'yicha kelib ko'radi. Konferensiyalar uyushtiriladi xalqaro miqyosda. Kelib, ular ko'rib, mana shu narsa to'g'ri, biz shunga qo'shilamiz deyishsa, u fanga kiritiladi. Lekin Selingur uchun munozara bo'ldi. Masalan, Anatoliy Panteleyevich Derevyanka kelishdi. Derevyangani ham rasmlarini bir ko'rsatib qo'yaman, chunki hozirgi kunda ham faoliyat olib borishyapti. Novosibirsk arxeologiya etnologiya institutida professor akademik mana Derevyanka. Shular o'sha 88-yilda kelib, ming afsus bizni albomimiz bor edi, shu yo'qolib qoldi, qilgandik. Derevyanka ham, keyin Tojikistondan Ramov, Nismyanovlar, butun taniqli arxeologlarda kelib turib aytishyaptiki, bu odam suyak qoldiqlari jicha shubhali emasmi degan fikrni bildirishdi. Ammo nemislar laboratoriyada uni kali organ uslubi bor, ko'rib chiqib, haqiqatda 801 million bersa bo'ladi deb bizni ustozimiz o'zini qator kitoblarida, ilmiy risolalarida hatto 1,5 million yil berishdi-da. Farg'ona qadimiy O'zbekistonda qadimiy sivilizatsiya o'choqlaridan biri ekanligi isbotlandi. Demak, bu bilan nima demoqchiman? Xulosa, agar men buni gapiradigan bo'lsam, 4 para ma'ruza qilish mumkin. Qisqa xulosasi, vohada, bizni Farg'onada qadimgi tosh davri, o'rta tosh davri, yangi tosh davri madaniy yodgorliklari topildi hamda insoniyat yashagan, qoldirgan iz qoldiqlari mehnat qurollariga qarab belgilandi. Bu bitta o'sha davr uchun juda katta yangilik edi. Hamda o'sha joydan topilgani uchun mana Neandertal bolasini ham ismi Germaniyani Neandertal g'oridan topilgan edi. Bizda Farg'onadan topilganligi uchun bu Fergantrop deb ataladi. Fergantrop bu dunyo bo'yicha mana Xitoydan qaysi odam suyagi nomi nima edi? Sinan. Bu Sinantrop bilan Neandertalni o'rta bo'shlig'iga bizni Fergantropni qo'yishdi. Evolyutsion jarayonida. Ya'ni Sinantrop bosh miya suyagi 1200 kub santimetr bo'lsa, Neandertalniki 1400 kub santimetr bo'lsa, demak buni o'rtasida u o'sha 1200-300 ga tortadi deb berildi-da, bu Fergantrop nomini oldi. Mana endi qarangki, keyingi qadimiy yodgorligimiz Toshkent vohasiga borib ketamiz. Toshkentda Ko'lbuloq yodgor manzili bor. Kim topgan edi buni? Ko'lbuloq 49 ta madaniy qatlamdan iborat bo'lgan bir vaqt Qosimov tomonidan o'rganilgan Ko'lbuloq madaniy yodgorligi. Demak, qarang, 49 ta madaniy qatlam. Madaniy qatlam nima o'zi? Arxeologlar o'sha odam yashagan davr bo'lsa, o'sha qolib ketgan bo'lsa, o'sha davrda qoldiqlar madaniy qatlam. O'sha yerda mujassam bo'lsa, odam yashagan bo'lsa, madaniy qatlam. Demak, ana shunaqa madaniy qatlamdan 49 tasi topilib, qarangki, Mirvoqdagi Qosimovning ilmiy izlanishlari
natijasi, xulosasi shu bo'ldiki, demak bu paleolit davridan boshlab ibtidoiy odam o'sha Ohangaronda bilamiz, Toshkent vohasi. Neolit davrini o'z ichiga oldi qatlam. O'sha davrga xos tosh mehnat qurollarini dinamikasini tuzib chiqdi Qosimov. Da mana ular, demak yashashgan. Endi buni ham chet ellikda hamkorlar kelishib ko'rishib, hozir Anatoliy Pantilevich Derevyankani men bekorga ko'rsatmadim. Ko'rib turib aytishdiki, agar dunyo bo'yicha mana shunaqa ko'p qatlamli madaniy yodgorlik ikkita bo'lsa, bittasi shu O'zbekistondan topilgan Ko'lbuloq deyishdi. Sababi Ko'lbuloq bu nima deydi, kalit rolini boshqa yodgorliklarni o'rganishda kalit, ключевой rolini o'ynaydi. Bu degani qolgan yodgorliklarga ham buni qurollarni solishtirib davrini aniqlash mumkin. Bu juda ham katta baho berishi. Chunki tan olindida bu nima? Ana shunday qilib, qarang, endi qiyosiy tahlil. Arxeologiyada necha xil usul bor degani o'rganish uchun. Toshlarni qilgan mehnatiga qarab turib necha xil aniqlanardi turdi. Ikki xil. Bittasi tipologiya, bittasi trassologiya. Ya'ni izlarga qarab, mana qo'lingizda ruchka, biz endi pichoq deylik. Qizlar oshxonada ishlatasiz. Artib qo'yasiz, lekin ko'rinmaydi. Ammo o'sha davr uchun 70-90-yil binokulyarniy apparatlar bo'lgan, lupalar bo'lgan. Deb ko'rganda pichoqda nima ish qilingan, kesilganmi, chiziqlarga qarab yoki chopilganmi? Mana shunga qarab belgilash. Ikki xil usul. Tipologiya bu ham pichoq, bu ham shunga o'xshash. Mana shuni o'rganish. Ana shunday qilib Ko'lbuloq madaniyatini boshqa hududdagi tosh davri yodgorliklari bitta biz O'zbekistonda emas, dunyo bo'yicha o'sha Yevropanikini ham yoki qo'shni hududlar, Tojikiston, Qirg'iziston o'sha davrga, tosh davri bo'yicha bo'lsa, solishtirib bemalol o'rganish mumkin degan xulosaga kelindi. Xo'p, mana endi yana shu Toshkentdan 100 kilometr shimolda joylashgan Obrahmat g'ori. Shu Obrahmat g'ori bor edi nimada? Hozir ularni qo'yuvdik biz. Men slayd esimdan chiqib qoladi, o'zim gapirib, bunday qarab o'tish, hali bizda uncha o'rgan Obrahmat g'ori bor edi bitta. Demak, bu g'or kim tomonidan o'rganilgan edi? Mana Obrahmat g'ori. Birinchi o'rgangan arxeolog olim, dunyoda hozir nomi mashhur. Matematik, statistik usul bilan birinchi Rustam Sulaymon. Rustam Sulaymon. Xayriyat. O'zlaring yo'qotganlar. Rustam Hamidovich Sulaymonov. Mana o'zlari ham o'tiribdilar. Gulzora Kamilovnani opponenti bo'lganlar. Rosa chiroyli qilib taqrizlab berib ketishgan. Rustam Sulaymonov bitta dastlab Nasriddinov boshlagan. Undan keyin 1962-yilda boshlandi ish. Lekin 70-yildan keyin natijalari, ya'ni Obrahmat g'oridan, bu Obrahmat g'ori yonida ham tush vaqtiga muyassar bo'lganman. Chunki o'sha 2012-yildagi bu keyingi darsimizda yana ko'rsataman, mustaqillik yillar. Mana Obrahmat g'ori oldida akademik Ahmadali Asqarov, so'qshunos yirik olim Mirsodiq aka Ishoqov, shogirdlar Mirsodova, Nabijon Xushvaqov. Hozir fan doktori bo'lishdi Nabijon.
Qashqadaryoda. Ko'lbuloqda o'rganib chiqdi u ham. Shu bo'yicha dissertatsiya himoya qildi. Sharif Ilhomov. Hali restavrator dedimu, biz arxeologiyani oldida o'sha birinchi etajda restavratsiya bo'limi ochilgan. Shu yerda tadqiqotchisi, yetakchi ilmiy xodim. Mana shu bu Obrahmat g'orini ochilishiga 50 yillik munosabati O'tkir Islomovda 80 borganmiz o'sha yerga. Endi bu g'orda tarixini aytadigan bo'lsak, qanaqa yangilik bo'ldi? Mana Islomovda aytdik, Ko'lbuloqda aytdik. Rustam Hamidovichning xizmatlari shundaki, sizlar yozib boringlar. Men faqat erta aytmayapman. 1962-yil Obrahmat g'ori Rustam Hamidovich Sulaymonov tomonidan kompleks ravishda o'rganila boshladi. Ya'ni har tomon o'rganish natijalarida 21 ta madaniy qatlam topildi. Obrahmat g'ori. 21 ta madaniy qatlam topilib, eng yangiligi shundaki, bu g'orda qadimgi tosh davri paleolit. Paleolit nechiga bo'linadi? Qadimgi, o'rta, so'nggi. Demak, ustoz aytishyapti, bu yerda matematik, statistik usul, metod ishlab chiqdi. Matematik yo'l bilan aniqlash. Bu qanaqa metod deb so'ralsa, hozir mana men hozir Isomidinovdan so'rab aniqlik kiritdim. Boshqa tosh qurollarni olib kelib, mana o'sha tosh davri bo'yicha Selimur yoki bo'lmasam Eshiktosh g'ori ham mana o'rta paleolit, uni oldida Amur Temur g'ori yana o'rganilgan. Mana shularni hammasini bitta qilib santimetrlab o'lchab chiqishgan ekan. Farqi qanaqa? Yasalish texnikasi. Yasalish texnikasini ham men sizlarga kirish qismida mavzuyimni o'rgatib chiqaman. O'sha tipologiya o'xshash, trassologiya izlar. Endi yasalish texnikasi gorizontal tipda nukleuslar, ya'ni chaqmoq toshdan o'zaklar hosil qilish va buni rapidasimon deyilgan Levalua texnikasi bor. Levalua texnikasi yozib qo'ying. Levalua texnikasi dumaloq shaklda bo'ladi. Ya'ni chekkasini o'yib nima qilish? Tosh, qurol yasash. Agar mana buni biz bitta toshni bilsak, tosh, chaqmoq tosh. O'zi xomashyo nima? Tosh qurollarni yasashda faqat chaqmoq tosh deyilyapti. Buning uchun aynan chaqmoq tosh. Yo'nishga oson. Yana o'zi o'sha tosh qurollarni ishlatishda ikki xil toshdan foydalanish mumkin bo'lgan. Qayroq tosh, chaqmoq tosh. Chaqmoq tosh nisbatan yumshoqligi qayroq toshdan ishlatganda sinib ketib qolavergan. Chaqmoq tosh bo'lsa nisbatan yumshoq bo'lgan bo'lishi. Yo'q, ishlanish texnikasi o'sha. Yo'nish qurol yasash osonroq bo'ladi. Qayroq tosh qattiq bo'ladi. Qattiqligi uchun uni ishlatish qiyin bo'lgan. Lekin yo'nishda qayroq toshlardan foydalanishganda mana hali ikki xil vosita bor. Buni hali sizlar amaliyotda ham ko'rasizlar. Kalatushka yordamida posrednik. Bu endi ko'proq o'rischa so'zlar. Kalatushka to'qmoq uradigan posrednik o'rtaga qo'yib turib, shunda uchaveradi-da. Mana bunday uchiradi. Atta-batta. Bug'un shoxlari qattiq bo'ladi. Molni shoxini ham bilasizlar, juda qattiq. Shu bug'i shoxlarida kovlashganligi ma'lum. Lapatka o'rnida foydalanish. Endi haligi chaqmoq toshlarni olib chiqib o'rganishganda, menda qolgan bisotimda mana shu bu arxeologiya instituti muzeyida bor hozir. Mana qarang, qanaqangi qirralar.
Bu mikrolitik. Demak, o'rta tosh davriga oid. Chunki Mustiya davrlashtirishdi otam. Aytdi 38 ta shaxta topildi. Shularda Mustiya davridan boshlab mezolit, neolit davrigacha bo'lgan tosh qurollarni jamlamasini topildi. Mana ular men haligi aytgan rapidasimon. Ko'ryapsizmi, bu kichik holat degisi. Shuni katta holatlaridan foydalanishgan. Mana shular haqiqiy o'sha tog' nimalaridan chiqqan tosh qurollar. Endi buni bolta ham bor edi, cho'qmor ham bor edi. Bizni universitetimizni qoshida o rektoratda muzeyimiz bor. O'sha muzeyga topshirganman. Qaysi joyga qo'yishni topolmayapman, lekin buni oxiriga yetaman. Ko'ryapsiz. Buni o'tkirligi shu darajada ekanki, dadam rahmatlikni gapirib berishlari bo'yicha lezviya bor-ku hozir. Mana yigitlar soqol olasinlar, bir narsani kesishdi, shart olib ketadi. O'sha darajada o'tkir bo'lgan ekan. Keyin biz 1977-yillar mana 7-sinfda edim. Borib palatkalarda yashardik-da, onam povurlik qilardilar. Men qiladigan ishim shu tosh qurollarni topib olib chiqishganda, bunday jomchalar, plasmassa tog'oralarda haligini yuvib oftobda quritish. Qo'limdan kelgani shu-da endi. Balki o'shanda rosa menga bu narsalar qiziq bo'lgan, eksperiment uchun qo'y so'ydim. Ko'z oldimda 35 santimetrgacha pichoqsimon qurollar topildi. Ana shunday qilib, yana yangilik endi sizga qisqa qilib aytib beradigan bo'lsam, Sergey Pavlovich Tolstoyni esladik. Keyin Itina Bakturskaya Kantaminor madaniyatini tadqiq qilgan olimlar Xorazmda. Hali boshida aytdik. Demak, Sergey Pavlovich Tolstoy bu yerdan Kantaminor madaniyatidan topilgan tosh qurollarni xomashyosi chaqmoq tosh. Bu chaqmoq toshlar qayerdan kelib qolgan ekan? Oddiy toshdan yasa bo'lmaydi, to'g'rimi? Shu narsa o'ylantirib, Erondan, Zagros tog'laridan topilgan tosh qurollar bilan solishtirishdi. Ural, Sibirdan kelgan topilgan tosh qurollarni solishtirib, Sergey Pavlovich Tolstoy o'zini Drevniy Xorazm degan kitobi hamda Podeltam Oksa и Yaksarta, bu 1940-41-yillar. Ya'ni Amudaryo, Sirdaryo qirg'oqlari bo'ylab yoki qadimgi Xorazm kitobida shunday xulosa beryaptiki, keyin problemi Syurganskiy kulturi, suv yorgan madaniyati problemi muammolari degan maqolalarida shunaqa xulosa berishdiki, bu O'zbekistondagi hamma tosh qurol xomashyolar almashuv natijasida zanjir bo'lib Uraldan, Erondan olib kelingan. Mana bir xil tipologiyasi ham, trassologiyasi degan xulosa berishdi. Mirsoatov yozyaptilar. O'zlarini mana kitoblarida yoki bo'lsam qator maqolalarida ko'rsatib berishdiki, yo'q, Tolstoy mana o'z vaqtida o'z ishini qildi, rahmat. Lekin bizdagi xomashyo bazasi mana. Biz ibtidoiy tuzumda ham bilan faxrlanib ketardilar. Chetdan, xorijdan qarz olmaganmiz. Biz o'zimizda bo'lgan. Bunaqa hali ustaxonalar yo'q, bunaqa xomashyo bazasi bizni boshqa respublikamizning boshqa hududlaridan ham topilishi mumkin. Buni sababi endi biz topdik. Hali endi ish boshlandi. Mana ilmiy yangilik shu bo'ldi. Demak, Erondan emas, Uraldan emas, Sibirdan emas, bizni o'zimizda xomashyo bazasi topildi. Va 1977-yilda xuddi shu uchta
shaxtalari 38 tasini ochib qo'yishgan. Yana xalqaro miqyosda konferensiya bor. Galina Fyodorovna Karatkova, Mas'ud, bular hammasi fotosuratlarga olinib kelib ko'rib, ular buni tan olishdi. Haqiqatdan bu shaxta bu yerda ham ustaxona bo'lgan, ham 3 ta davrni o'zida aks ettirgan madaniy yodgor. Mana shunday qilib, bu ham bizni O'zbekiston tarixida muhim yangilik bo'ldi. Ana shunday qilib, tosh davri sekin asta o'rganila boshladi. Keyingi mavzuda men yana qayerlardan topilgan domlaning gaplari, otamning gaplari isbotlandi. Bizni Farg'onada Quvasoyga yaqin joy Qapchig'ay ustaxonasi, hozir Surxondaryoda bir nechta ustaxonalar topilib, ular fan nomzodlik dissertatsiyalarini yozlashdi. Buni keyingi mavzuda gaplashamiz. Endi tosh davriga nuqta qo'yamizda, mana yangiliklarini bilib oldingiz. Men chunki qanaqa yangilik deganimda qisqa tushuntirib berishingiz kerak. Bu testda ham, yozma ishda ham savol bo'lib tushadi. Endi Janubiy O'zbekiston hududlarida ham shu arxeologik tadqiqot ishlari olib borildi. Bo'lishi, dehqonchilikdan hunarmandchilikni ajralib chiqishi, bular hammasi bronza davrini nima deydi? Yangiliklar. Hamda patriarxal xo'jalik nima edi o'zi? Oilada otaning bosh bo'lishi, demak matriarxat davri tugadi, patriarxat davriga neolitni so'ngida o'tildi. Dehqonchilikdan bronza davriga kelganda endi butun boshqaruv otalar qo'liga o'tdi. Patriarxal jamoa esa oldin yakka oilalar o'zini o'chog'i bo'lgan, alohida yashagan bo'lsa, darvoza qir 1, darvoza qir 2, bular endi sekin asta ko'payib ketdi ular. Alohida jamoa bu urug'iga aylanyapti. Bu hozirgi qishloqlarimizga to'g'ri keladi. Ana shunaqa qishloqlardan jamlanmasida 8 ta kvartalda alohida ko'rinib turibdi. Endi qarangki, o'sha paytda Avesto bizni eng muqaddas manbamiz. Qadimgi xalqlar haqidagi ma'lumotlar, hududiy chegaralar. Avestoda ham ana shu patriarxal jamoa ham bor, urug' jamoasi, qishloq va undan keyin shaharlashuv katta davlatlar. Sopolitepada mana shu 3 ta xususiyat shunday ochib o'rganildi. Bunga Ahmadali Asqarov o'zini katta hissasini qo'shgan. Mana deydi, patriarxal jamoa, mana endi undan o'sha urug', keyin mana qishloqlarda paydo bo'lishi, paxsa devorlardan yirik nimada hajmda, mana to'rtburchak shaklda qurilganda ilk shahar belgilarini topildi. Keyin qabrlarda ham o'zgarishlar paydo bo'ldi. Oldin neolit davrigacha qadar esingizda bo'lsa, qabrlar uyni, xonadonni o'zini ichiga ko'miladi yoki ostonaga ko'miladi. Yo bo'lmas, endi bronza davriga kelib bu jamoaga aylandi. Ya'ni ayollar alohida, erkaklarda keyin 3 xil ko'mish marosimlari ham ko'rinyapti. Eneolit bilan bronza oralig'i. Ya'ni chuqur mozor qo'rg'on. Ya'ni qir yon bag'rlarida chuqur kovlanadi, ko'miladi. Katakomba mozorlari. Ular xuddi hozirgi o'zimiznikiga o'xshab ketib, alohida ichkariga ko'miladi. Nimada? Uchinchisi nimada? Tobut ko'rinishidagida.
Mana shu narsalar tobit nima o'zi? Odamni yotqizib, yo yog'ochdan bo'lgan o'sha paytda, yo toshlardan ishlangan. Shu narsalarni hammasi yoki ayollarni o'zini alohida. Endi battan topgan tosh buyumlarchi, toshdan yasalgan, fil suyagidan yasalgan hunarmandchilik buyumlari bunday o'rganishsa, Hindistonda Harappa madaniyati borida, Mohenjo-daro madaniyati. O'shalarda topilgan buyumlarni xuddi o'zi. Yoki bizdagi mehnat qurollari, zargarlik buyumlari ularni. Bu nimani bildiradi? Bir-biriga aloqa qilganlarini, savdo yo'li bronza davriga kelib bo'lganligini bildiradi. Ana shunday qilib Ahmad Ali Asqarov ham mana shu ishlari tufayli fan nomzodlik dissertatsiyasini yoqlashdi, fan doktorlik, hozir akademik bo'lishdi. Hozir Yahyo G'ulomovdan keyin O'zbekistonda arxeologlarning otasi darajasiga ko'tarilishdi. 1935-yil 25-sentyabr necha yoshga kirishdi? 90 yoshlarini yubileylarini nishonladi. Lekin bizdan yoshlarda ko'rinishlari. Hozir ham stollarda shunday urib, mana shunaqa nima qilishadi. Xo'p, bugungi mavzumuzni qisqa mazmuni shu. Savol avvalo meni yaxshi quloq solib o'tirganlaring uchun katta rahmat. Noto'g'ri emas, o'sha payt shu hali o'rganmagan fikrlariga keskin zarba bergan Turg'un Mirsodovning shu 3 haftasida olib borgan izlanishlari. O'zimizdan topilganligi shu chaqmoq toshni yangi bildirdi. Men siz bugun eshitdingiz bu narsani, to'g'rimi? To'liqroq bugun eshitdim. To'liqroq o'rgandingiz. Rahmat. Yana kimda? Marhamat. Rustam sizlar, ha? Matematik usul. Kimda? Marhamat. O'zbekistonda chaqmoq tosh konlari qayerda topilgan deyapti. Birinchisi ancha Qizilqum tumanlaridan, Navoiy va Qoraqalpog'iston tumanlaridan topilgan. Bor, va hozirgi siz hozir gapirishga. Surxondaryo o'sha Boysun, Sherobod, Sarosiyo. Yo'q. Shu 3 qishlog'i dastlabkisi, keyingisi Farg'ona, Qashqadaryo, keyingisi Surxondaryo. Surxondaryo bo'ldi. Mana shu yetarli. Yana marhamat. Nechta xabarlar topilgan? Ahmad Ali Asqarov tomonidan o'rganilganda 138 ta xabar. Yaxshi. Haqida gapirdik. Yo'llar jannatda bo'lsin. Quvada mana Shahristonda biz ekspeditsiya ishlarini boshladik, o'rganyapmiz. Yahyo G'ulomov 1956-yilda o'zlari kelib, o'zlari bosh bo'lib, katta buddaviy, juda katta bud haykali topilgan edi. Mana shu nimada bu ham og'zaki tarix ma'lumotlari bizning kitobimizda ham bor. O'tkir Islomov gapirib bergan edilar. Kunduzi qazuv ishlarini olib borisharkanda mana shu kitobda berilgan. Kechki payt davra suhbati qurisharkan. Domla o'tirib erinmasdilar deydi. Mana ustoz deydi, charchamasdilar. Gulxan yoqib, Islomov, Mirsodov, Inqilob aka Ahrorov hammamizni o'tirsak deyishadi. Bir kun nima, hatto adabiyotshunos olim ham bo'lgan ekanlar-da, juda ham ensiklopedik olim bo'lishgan. Shunday o'tirib Yahyo G'ulomov aytdiki, mana meni degan shoirni bilasizlar. Desa, ustozi chillaxonada chilla saqlab o'tirganda o'sha ish bilan borib dedi. Ustozini oldiga kirsa hujra shunaqangi ham nima emish,
demak, uni ustiga chiqimim bor. Haliga verdi, ag'ini chaqibdi, bag'ini chaqibdi, lekin ustozga jim o'tiribdi-da, oxiri qizara boshlabdi. Chidamayapti ekan. Keyin bunday ustoz o'rta, "Nima bo'ldi senga?" desa, ustoz dedi. Mani dedi, jonim jamlanib mayitimga keldi. Mendan so'rayapti. Dedi, yo sen shu hujrada o'tir, men chiqib ketay sendan. Yo'q, sen chiqib ket, men ichingda turay deyapti. Nima qilay ustoz? Desa, Yahyo G'ulom desa, hammalari kulib yuborishibdi-da, albatta chiqib ketdimi? Domlani tarbiyaviy tomoniga ustoz gapirganda tinglash, joni chiqadimi boshqa, yana hijolat bo'lib so'rash juda katta savob olish kerak. Va Farg'onashunos olimlar degan Ahmad al-Asqarov kitoblarini oldindan ko'rsatib qo'yay. Har birimizni stolimiz uchun kerakli manba. Arxeologlar har bir tarixchi uchun. Chunki 660 betlik kelib chiqish tariximiz arxeologik tadqiqotlar natijalarida ko'rsatilgan. Olamiz. Keyin men aytilgan gaplarimni o'zimni monografiyamdan ham olganman. Buni oldin ham tavsiya qilgan edim, yana eslataman. Farg'ona 2017-yil O'zbekistonda tosh davri arxeologiyasi va antropogenez masalalari. Endi Farg'onashunos arxeologlar Latinin deyapmiz, Grigoriev deyapmiz. Hamma Farg'onada ish qilgan, Zadneprovskiy, Veselovskiy hammalarini fotosuratlari jamlangan Bahodir Hoshimov tomonidan yozilgan juda ham katta kitob. Buni ham bir ko'rasizlar. Buni ichida bilan bor. Muzey direktori Bahodir. O'sha. Eng so'nggi yangilik mana Samarqand arxeologlari. Bunda Isomiddinov ustozimizni qilgan ishlari ham. Chunki So'x shaharsozlik madaniyatini o'rganishgan. Bilasizlar, Isomiddinovni Beruniy mukofoti laureati bo'lganlar. Samarqand yoshi 2,5 ming yilida 2750 yil bo'lishiga sababchi bizim ustozimiz Ko'ktepa yodgorligi tufayli hozirgi kunda so'nggi yangilik endi 3000 yillik deb e'tirof etilyapti. Mana shu nimalardan foydalansalaring maqsadga muvofiq bo'ladi. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa fakultetimiz, kafedra arxeologlarimiz bizni o'rnimizda turib ma'ruza qilish sizlarga yoqmas.